yoshligida mana shunday qilib mazza qilib ucha olmagan akalarga bitta mana ko'rsatib qo'yapmiz qadrdonlar. Bosib yuboradigan xonasi keldi. Fasli bahor kelyapti qadrdonlar. Inshaalloh ishlab chiqaruvchi akalarning xonadoniga tashrif buyurganmiz. Birinchi qo'l joyiga. Hovlingizda o'rtasiga mana shunday ratanni qo'yib qo'yib, bolajonlarga mana shunday belanchakni qilib qo'yib, mazza qilib o'tiradigan davri kelyapti qadrdonlar. Kafe, restoran, to'yxona, muzqaymoqxonalarga olaman degan akalar uchun ratan stol-stullari, undan tashqari to'y marosimga, arendaga yoki kafe, restoranga bu ham mana xohlaganingizdan temir stol-stullarimiz bor. Materiallari qanaqa, mo'yishchimi, chidamlimi deganlarga razmeri, narxi, dastavkasi yoritib beramiz. Bugun biz Farg'ona viloyati Buvayda tumani Kaminterimga yetib kelganmiz qadrdonlar. Ishlab chiqaruvchi akalardan, Kaminterimli akalarni bilasizlar, juda ham mashhur, birinchi qo'l ishlab chiqaruvchi bo'ladi. O'zlari xonadonida oilaviy ishlab chiqaradi, arzon bo'ladi. Bo'lmasa biz videomizni boshladik. Bitta laykni bosib, do'stlarga jo'natib qo'yinglar. Boshladik. Xotiningizga achchiq qilib tashlab yuborsangiz ham sinmaydiganidan bo'ladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Inshaalloh bizda